رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hörmətli qarindaşlar, bizning bugungi suhbatimiz islomdagi adolat haqida. Adolat har qanday ishning asosi. Adolat islomdagi go'zal axloqlarning birisi. Adolat islomning zaminidagi asosiy vazifalarining asosiy maqosidlarining birisi. Biz bugun Alloh subhanahu va taoloninki innalloha ya'muru bil adli val ihson degan so'zini o'zimizga shu orqib turib bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Islom tariximizga nazar tashlasak, adolatning misollari intayin ko'p. Umar radhiyallohu anhu buning intayin yorqin bir simvoli. İslam tariximizde Ömer radıyallahu anhu'nun adaleti, hatta din düşmanları tarafından mı alohida tilga elinadigan derecede yarqin bir holatga kelgan. Endi biz sözümüzden başida Allah subhanahu va taoloninki "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun" degan so'zdan boshlaymiz. Ya'ni bu oyat Allah subhanahu va taolo inson jinning zamindagi asosiy vazifasi, yaratilishdagi asosiy maqsad ibadet qilish deb so'zlandi. Musha kelgan vaqtimizda biz ibodatning bir ta'birini bilishga muhtoj. Yani ibodat eng inchki nozuk shaklda ta'bir bergan vaqtimizda ibodat tunishtirilgan vaqtida majburiy bo'lmagan shaklda Alloh subhanahu va taologa nisbatan majburiy bo'lmagan, ya'ni ixtiyoriy shaklda muhabbat bilan birlashib ketgan va iniq ma'lumotga asoslangan mangulik abadiy baxt saodatga olib boradigan ibodatni, itoatni biz ibodat deymiz. Ibodat birovlar tarafidan majburlanib qilinsa ibodat bo'lmaydi. Qalbda sevgi bo'lmagan shaklda qilinsa ibodat bo'lmaydi va uning iniq bir asosi bo'lmasa, ya'ni uni tunib dalil faktlardan bilib turib qilmasa bu ibodat olmaydı. İbadetninki nurgun tarafları oldu. Mesela marifet tarafları oldu. İnsanın kişinin yürüyüştürüş, iş faaliyeti gevdildiğin tarafları oldu. Ve başka tarafları oldu. Bugünkü biz sözleydiğin tema del ibadetninki suluki ve başka iş faaliyetleri ifadelendiğin bir türü o olsun mu? Adalet. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bu adaletini özünün biz dersimizden başında bugünkü sohbetimizde şu arqıgan ayet-i kerimede alohida buyruq sifatida tilg'ilib innalloha ya'muru bil adli val ihson. Qur'oni Karimda nurg'un buyruqlar va bevosita buyruq shaklida kelgan, ammo bu oyatda buyruqni bizga xabar qilgan shaklda ifodalanyapti. Bevosita buyruqni xabar shaklida akilish mazmun jihati sal mo'lroq mazmun. Masalan, Alloh sizni adalet ve ihsanga buyuruydu deganning o'zi. Normalda Qur'oni Karimda kelgan buyruq shaklidagi fe'llarni ba'zisini vojib, ba'zisini farz, ba'zisini hatta mustahab, hatta ba'zisini mubahga chog'liq taraflarga bog'liq bo'ladi ahvolga qarab turib. Agar shuni ifodalaydigan ahvolda bo'lib qolsa, ammo bu shaklda kelgani aniq Alloh subhanahu va taoloninki bizga qilgan buyrug'i. Ya'ni biz buni amal qilish bizning dal zimindi yaratilish muddaorimizdan biri bo'lgan ibodatninki bir taraf ekanligini bu yerda biz bilib olamiz. Chunki bunga amal qilmagan vaqtida bizning kelgusi bizni kutib turayotgan yeni bir dunyoda biz o'zimiz erishadigan mukofotga erishamaymiz. Sura Nahlning 32-oyatida udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sizlar qilgan ishinglar bilan jannatga kiringlar deyapti. Ya'ni bu ish demak nima desa, Alloh bizni buyurgan har bir buyruqni amaliy hayotimizda qanaqaday tatbiqlash. Endi musulmonlarning hayotida alohida ko'zga ko'ringan
bu adalet ifadelerinden bir misalda birini alsak, Ömer radıyallahu anhu degenimizdek Müslümanlarla emas gayri Müslümanlar mı bunun adalet tarafın alayda tilga aladigan gayri Müslümanlarda mı ta'sir ko'rsatgan bir qissa sahibi, yani Raşid xalifelerninki ikkinchisi Abu Bakr radıyallahu anhudan keyin kelgan xalifa, adillik bilan, kamtarlik bilan, mehribonlik bilan tunulgan xalifaning birisi. Bunun bir güzel qissasidan birisi var. Ömer radıyallahu anhu'nun devrinde Arap kabilelerinin içinden, yani Gasasine padişahlıkının bir padişahı Müslüman bolup keldi. Ömer radıyallahu anhu nahayeti kızgın karşı alıyordu. Çünkü ma'lum bir rayon, ma'lum bir devlet mesela küçük olsun, çoğun olsun, onundaki çoğunluk adamlar, yüzlük, nüfuzluk adamlar Müslüman bolsa, bununki etrafındakilerge nispeten icabi tesir intayin çoğun oldu. Şoňaşkanda bu nahayeti kızgın karşı alıp bunu kütüp aldı, bununla hoş oldu. Bu kişi, Ceble ibn Eyhem degen kişi, Kabe'ni tavap qo'yatgan vaqtida Savraliq hamda hazırki bizning o'zimizning tildan desek, jamiyatning eng tön qatlamlaridagi odamdan birisi ehtiyotsizlikdan buning pishiga dastat beradi. Shuning bilan buning kiyimi ustidan tushib, unda pastga tushib qoladi-da. Bu o'zining bu ahvoliga qarata ilqi Arabiyni, ilqi odamni bu podshoh urib dasab burnini qirib o'tdi buningki. Shuning bilan bu odam Umar radhiyallohu anhuning qishig'a shikoyat qilib arz qilib boradi. Umar radhiyallohu anhuninki adolati ma'ruf bo'lg'achqa bir podshoh tarafidan uchirgan ishni bo'ldi qilmay o'zining haqqini olishni Umar radhiyallohu anhuning qishig'a bordi. Umar radhiyallohu anhu bu G'asani podshohiga shunda deydiki, "Ma Arabi" degan gap to'g'rimi? Endi u bir podshohda xuddiligi bizdagi nimadan qo'rqatdim degan ifodaga o'xshash bir gapni qiladi shu vaqtida, shu qissalarda shu ifoda bor. Ha, men qildim. Ma bala ishlatgan so'zda mush iborat va ma bala Arabini ko'z gilmagan shaklda men adabsizlik qilib edi, buni ozroq adabiy kutib qo'ydim degan shaklda javob berdi. Umar radhiyallohu anhu shu vaqtda deydiki, "Ya sen buni rozi qilsa, ya'ni rozi qilishing kerak, yoki bumi sening burningni qirib, sendan o'zining haqqini oladi." Umar radhiyallohu anhuning bu xil ifodasi ma podshohga xuddi chaqmoqdek tuyuldi. Amirul Mu'minin bu qanday gap endi bu? Bir oddiy odamni deb mendek toju taxt sohibini mashta qilamsizlar? Buning shu vaqtda qo'llangan ifodalari ya'ni osmondagi oy, yulduz, yerdagi tosh degandek ifodalar bilan ifodalaydi shu vaqtda. Ya'ni o'zini osmondagi bir oy, yulduz u odamni arzimas bir narsaga o'xshatib turibmi podshoh? Umar radhiyallohu anhu bilan munozirlashdi. Umar radhiyallohu anhu beradigan javob nima desa, bu sening da'vat qildiring, jahiliyatning qoldiqlari. Biz bunda jahiliyatning qoldiqlarini hammaga ko'miyotdik. Dastlab ustiga yangi qurgandan birini qurdik. Bu yangi qurganda podshoh bilan puhra o'xshash, boy bilan namrat o'xshash, qul bilan xo'jayin o'xshash. Mana bu Umar radhiyallohu anhuninki tarixidagi adolatini ifodalaydigan qissalarning birisi. Alloh subhanahu va taolo bizga bu adolat babida innalloha ya'muru bil adli vel ihson degan oyat karimida bizni adl bilan ihsonga buyuruydi. Biz darsimizning boshidan o'qidik. Buni tarjima qilgan vaqtimizda Alloh adolatga va ihsonga buyuruydi deb ikki so'z bor. Endi musha kelgan vaqtida adolat degan nima, ihson degan nima deydigan bir savol kirdi bizga. Adolat deganimiz har qanday ishni o'z o'rnida qilish. Har qanday bir narsaning haqqini o'ziga loyiq ravishda berish. Hammadan o'zining haqqiga erishish bu adolat. Endi ihson degan so'z esa sen o'zingning haqqidan boshqalarga tushib berishing.
Başqalarga haqqidan aşırıb bir narsa berişin bu ihsan buludu. Mesela bunu düşendiriş üçün bir misal alaylı. Mence düşendiğinler şunda olsun bir misal texmi mazmununu addilaştıraylı. Mesela bir şoför deyli. Yolda normal ketip atıdı. Maşininin sürati yolning belgilangan surat ölçümünden eşip ketmek ekeni. İntayin normal. Hech qanday qatnash qoidasiga xiloflik qilgani yo'q. Ya'ni o'zining yo'lda ketib atadi. Tuyuqsiz baladan birisi sakratla mashina oldiga chiqib, bala shu yerda o'lib ketdi deydi. Va yoki bir zaxmlandi deydi. Tabiiyki hozir bilimiz qonunlarning ko'pinchisi mayli qanday bo'lsin sho'purga bakroq atidi bunani. Gerçi şoför hech qanday xatolik bo'lmasa-mu, o'zining haqqidan chiqmagan bo'lsa-mu, suratini oshirmagan bo'lsa-mu. Yani kögellerinin guvalık olan bu şoförde hiç kanday günah yok. Muşu ahval aslında bu şoför bu balı üçün töleş veya ki başka bir bedellerini töleş ki mecbur bir halet çıkıp kaladı. Muşu vaxtıda Kur'an-ı Kerim'deki Sure Şura'nın 40. ayetindeki "Femen afa ve aslaha" degan ayet geçişi. Balının atanesi tamam diğerlerinin hemmisi şoförde günah yokluğunu dedi. Balam tuyuqsuz yolga sakrat çıkıp bo'lgan hadise boptu. Men afu qilay desa, ma balının ata-onasining qig'ini bu vaqtida ihson bo'ladi. Bu vaqt Alloh subhanahu va taoloning dal buyurayotgani bu. Adillik va ihson. Ihson adillikka qarag'an vaqtda doir jihatda texmonimo kengdir. Endi mushuning munosabatlik yana Sure En'am'ның 115. ayette bir ayet var. Bu yerde adalet sözü tilga alınıdı. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Rabbinin sözü hem emeli, real şekilde ve adil şekilde tügüdü, tamamlandı deydi Allah subhanahu ve taala. Hem de müşekeke vakitte kullanılan ayetinin kullanılan ifadesinde rast diye bir söz var. Rast. Yani birisi de adillik olan, adil degan bir iki söz kana kılındı, kullandı bu yerde. Bu iki sözünün özüge algan ma'nosi intayin kengri. Xuddi bu ayet arqali Allah subhanahu ve taala o'zining bandalariga xitob qilayotgandek. Ey bandalarim, men bilan sizlarning o'tiringlarda ikki so'z vadayotgandek. Birisi sidq, yani birisi adl. Yani men bilan sizlarning aloqanglarni mushu rostchilik bilan, samimiylik bilan, haqiqatchanlik bilan ve adalet ikisi munosabatning qanday bo'lishini belgilaydi. Yani iyi bandalarim, sizlar mening nazarimda sizlarning rostchiliginglar bilan o'zinglarning mening nazarimdagi o'rningni belgilaysizlar. Men sizlarga qarata adillik qilaman. Bende rastçıl bo'lishi kerak, Allah adil bo'ladi. Bendening rastçılığı nima o? Degan vaqtida bende bilan Allohning o'rtasida tuzilgan bir to'xtam bo'ladi. Bendilik va parvardigorlik to'xtami, itoat va uning mukofotini berish to'xtami, ibodat va jannat berish to'xtami. Bu to'xtamda bende samimiy rastçıl o'g'inida kishilar bilan bo'lgan gap so'z rastçıl bo'lish eng tuan tarafi. Allah bilan bo'lgan aloqasida u odam rastchiligida Allah subhanahu va taoloninki adilligini inson shu vaqtda ko'ra oladi. Adilligini. Bu bir nokta. Ya'ni bir mazmun Qur'oni Kerim bu jilddan bu jildgacha, ya'ni bu boshdan bu boshgacha hammasi buyruq, cheklama va xabar. Bizga nurg'un ishlarni deydi Qur'on. Mushu buyruq, cheklama xabarlarda Qur'on rostchil, buyruqlarda adil, mana bu Qur'oni Kerimning sifati demakchi. Ya'ni biz olgan bu oyatni olgan ikki ma'noning birinchisi Allah bilan bandaning o'rtasidagi aloqa ifodasini qo'llansa, ikkinchisi Qur'oni Kerimning xususiyatini qana qilyotidi, ifodalayotidi. Mayli birinchi xil ma'no olaylik. İkinci xil ma'no olaylik. Bizning dunyo oxiratlik nijotligimiz rostchilik va adolatga bog'langan adolatga. Endi Allah subhanahu va taolaning sifatlarining ichida adil deb bir sifat bor.
Adilde bir sifat var. Allah subhanahu wa ta'ala'nın adilliğini biz özümüzün insan buluş sifatimizden qana düşünemiz. Hem de adillikni tushunish uchun masalalarning hammasininki orqa ko'rinishini bilish to'g'ri keladi. Lekin bu bizga nisbatan mumkin emas. Chunki Alloh ziminda o'rinlashtirgan butun ishlar, ya'ni bizning hayotimizdagi eng kichik ishlardan tortib, eng cho'ng ishlargacha hamma ishlarningki orqa plani bo'ladi. Orqa ko'rinish bo'ladi. Bizning bularni tushunib bo'lishimiz mumkin emas. Yuz beradigan ishlardan ba'zidan qaqshaymiz. Ba'ziki xo'shib ketimiz, aksicha qaqshigan ishlarimiz, qayg'urgan ishlarimizning oxirisi xayrlik chiqadi. Xo'shib ketgan o'zimizcha, faxr qilib ketgan ishlarimizninki oxirisi xayrisiz chiqib qoldigan ishlar va shunga o'xshash bir masalalar bor. Bunday nuqtadan biz o'zimizning inson bo'lish sifatimiz bilan Allohning bu zaminni tartiblashdagi adolatini, ishlarning orqasida qanday bir orqa planning orqa ko'rinishining borligini bilishimiz tez. Bu mumkin emas. Ammo biz shu nuqtaga qarashimiz kerak. Atrofimizda buyuk bir koinot bor. Nəhayət hikmətlə o'rinlashtirilgan bir tartib bor. Zimindagi har bir jonliqqa berilgan bir hayot qonuniyati va yashash uslubi bor. Alloh subhanahu va taolaning kichigi, eng ojiz maxluqlardan tortib, eng kuchli taraflargacha o'ziga yarasha, o'ziga mos shaklda bir yaratib bergan bir muhiti bor. Küçükler özünün küçüğünün faydalanıp haddidan aşanmaydı. Acizler özünün acizliği sebeple bu dünyada zulümga yoki yo'qolib ketmaydi. Mushunning o'zi bizga Alloh subhanahu va taolaninki adolatini tushuntirib bersa bo'ladi. Chunki biz Allohning odilligini, zimindagi o'rinlashtirilishidagi bizning o'zimizning aqli bilan o'lchab, mash manda bo'l deyilishimiz mumkin emas. Chunki nurg'un ishlar bizning aqliy nuqta idrokatimizning sirtida. Bunu bir misal bilan tushunish to'g'ri kelib qolsa, biz bir paraxutda dengizning bu qirg'oqdan o qirg'oq o'talaymiz. Dengizning o'ttirdan qirg'oqqa sog'-salomat chiqa olamiz, ammo u paraxut bilan dengizning chekiranmaymiz. Mana bir misal bor. Biz bu dunyodagi bo'layotgan tartiblarni ko'ryapmiz, natijalarini ko'ryapmiz. Ba'zi ishlarni ko'rgan vaqtimizda xursand bo'lamiz, amaliyoti natijasi xayrisiz. Ba'zi ishlarni ko'rgan vaqtda qayg'uramiz, amaliyoti natijasi xayrlik. Demek biz meselenin hemmisining orqa ko'rinishini tushunib olishimiz natoyin. Ama shunga ishonsak bo'ladi ki, bu büyük koinotni yaratgan Alloh necha million xil, balki bundan ko'p jonliqlarning hammasiga ojiz, kuchli, cho'ng, kichik, yirtqich, ya'ni o'txo'r, go'shxo'r qarasak hammasining o'ziga yarasha bir yashash holati va hech kim ojizligidan yo'qolib ketgan, o'lib ketgan emas, hech kim kuchligidan bu dunyoda qanaq ketgan, o'rlab ketgan emas bir holat va buning o'zi Alloh subhanahu va taolaninki odillik sifatini bizga tushuntirib beradi. Shuningga ishonsak bo'ldiki, Sura Kahfning 49-oyatidagi "Va ma yazlimu robbuka ahada." Rabbing hech kimga qanaqa qilmaydi, zulm qilmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan xabari, o'zi haqida bergan xabar. Biz cho'qim Alloh subhanahu va taolani o'sha xabar bo'yicha tunimiz. Allohning adolatida hech nimamiz yo'q, shubimiz yo'q. Ama mesela dünyadaki nurg'un ocharchiliklar va fakirliklar va mesela nurg'un urushlar, kasallar tufaylidan o'layotganlar va bularning hammasida bir hikmatlar va Alloh subhanahu va taolo uni bizdan ma'lum mezgil yushib qilishi mumkin, lekin oqibatda u ishlarning orqasida qanday xayrlik borligini biz tushuna olamiz. Eson bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo bizni zaminga yaratgan vaqtida bizni kutib turayotgan bir jannat va osmon zaminning kengirchiligidan cho'ng, natijasi cho'ng bir jannat va bu jannatda ko'z ko'rib boqmagan, quloq anglab boqmagan, qalblarga kechib boqmagan, o'y xiyollarga kirib boqmagan bir jannat va bu mutlaq jannat insonga hozirlangan bo'ladi. Dunyoda inson nurg'un ishlar bilan o'lib ketishi mumkin, nurg'un ishlar bilan xavfga uchrashi mumkin, ammo mush jannatni ko'rgan vaqtida dunyoda uchirgan ishlariningki hech nima emas ekanligini, u dunyoda uchirgan xavflik deb bilgan, mashaqqat deb bilgan, zulm deb bilgan u ishlardan necha hassi ortiq bo'lishini umid qiladigan bir holat bo'ladi. Ya'ni haqiqat ochilgan vaqtda qolgan narsaning hammasi yo'qaydi. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolaning rahmati va adolati tajalli qiladi. Buni bilishimiz kerak. Başka nurg'un ishlarningki sirining qiyomat kunga surilishi, qiyomat kuni kechiktirilishning sababi shu. Chunki biz shu vaqtida
onun tatqan xafalıq, tatqan cəfa, tatqan musibətlərimizin mükafatını ağa vaxtımızda an dünyadakı bu bulayotgan işlarınki nima hikmetlerini ölçüge ağallıqı, bizge nima-nimalarning hazırlanğanlığını, Allah'ın rahmetinin qandaqlığını, o tatqan musibetlerimizden Allah'ın rahmetini aldı. Hiç nima emas ekanligini, yani ümit qiladiganligimiz neki dunyoga qaytib unda xafalықdan onu tassamız deydigan bir holatni buldiganligini şu vaqt his qila olamiz. Bu Allah'ın adaletini şu vaqtda ko'ra olamiz. Şunlaşqa mu'minlarning sifati nima? Alad davam mu'minlarning sifati har qanday musibat kelsa, har qanday bir oldi o'tosalg'i kelsa, tik turush. Bundan xalq o'tib deydi ki: "Va axiru da'wahum alhamdulillahi robbil alamin." Har qanday bir musibatning keynida ular nima deydi? Alhamdulillahi robbil alamin deydi. Bu mu'minlarning sifati. Har qanday ishda Allohning bir hikmati va Alloh adil, Alloh zulm qilmaydi deb turib, Allohga ishonch bilan hamd aytish, hamd sana aytish. Endi o'zimizning temizga qaytsak, adolat haqida ketyapmiz. Ba'zi tushunchalarimizda adolat degan barobarlik deb tushunadigan bir ahvollar va adillik barobarlik deb tushunib oladigan. Masalan, bu er ayol o'tirisida olsun, dada bola o'tirisida olsun yoki har qanday bir sohada olsun, barobarlik adillik deb tushunib oladi. Bu amaliyotda unda emas. Barobarlik boshqa, adillik boshqa. Barobarlik har qanday shart-sharoit ostida ehtiyoj va boshqa narsani nazardan saqit qilib teng berish degan bo'ladi. Ammo adillikchi hamma narsaga o'ziga loyiq berish degan bo'ladi. Bir misol olaylik. Masalan, mening bir ikki bolam bor. Men hadisda kelgan bo'yicha uydagi mehribonliklarimni o ikki bolamga, so'ygimni o'xshash beraman. Ammo birisi tek kichik boshlang'ich maktabda o'qiydi masalan, birisi oliy maktabda o'qiydi. Endi bu ikkisi men adillik qilaman, ya'ni mening bayatdan adillik bilan barobarlik bir degan tushunjamga asosan o ikkisiga o'xshash xarajat versam, bu ikkisiga adillik qilgan bo'lmayman. Balki birisiga vaqtda chuqum zulm qilaman. Yoki birisiga oshib o'tgan bo'laman, barobar bergan bilan. Balki oliy maktabda o'qiydigandan xarajati ko'proq bo'ladi, uni ko'proq berishim kerak, o'ziga loyiq shaklda. Boshlang'ich maktabda o'qiydiganga ozroq beraman, uni shu shaklda berishim kerak. Bu ikkisiga o'ziga loyiq xarajat berganimning o'zi adillik. Barobarlik har doim adillikning ifodasi emas. Ya'ni adillik degan nima desa, har narsaga o'zining ehtiyojiga yarasha o'ziga mos shaklda bir narsani berish, mos shaklda bir holatni hozirlash, bu adillik. Qandoqdir, qarg'ulacha ikkisiga o'xshash muomala qilishning o'zi adillik emas. Bu nuqtani bu shaklda tushunishimiz kerak. Undan keyin yana menda bir ahvol bor. Zodi inson mutlaq adillik qila oladi. Insonning toqati qanchalik? Allah adil bo'lgandek inson adil bo'la oladi. Tabiiyki mutlaq adolat bu Allohga xos. Ammo insonchi desa imkoniyati yetgan shaklda adillik qiladi. Masalan, bir misol. Mening 4-5 bolam bor deydi. Men hammasiga normal muomalada imkoniyat yetkincha normal muomala qilaman. Masalan, bir degan xarajatlarda, o balarimni suyishda masalan deyli. Ammo balarimning birisining mijozi sho'xroq, menga bakroq yaqin. Yana birisi mendan sal qochib turadi. Tabiiyki, mening yurakim bara-bara asta-asta qalbim ma tarafga sal moyil bo'lishi mumkin. Buningda inson adillik qila olmaydi. Chunki qalb inson o'zi boshqaradigan ish emas. Yana bir misol olsak, masalan, kishining ikki ayoli bor deyli. İkki ayoliga vaqt ajratishda, xarajat qilishda, turalg'u va boshqa umumiy muomalalarda barobar muomala qiladi, adil muomala qiladi. Ammo insonning mijozi o'xshamaydi, yoki ehtiyoj o'xshamaydi. Bu nuqtadan insonning qalbi birsiga nisbatan azroq moyil bo'lgan taqdirda bu adolatsizlik emas. Ya'ni bu insonning toqatidan sirtqi ish. Bu nuqtada Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki Allahumma hada qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik va la amlik. Ey Allah, mening o'zimning ilkimda toqatimda bo'lgan doiradagi qilgan adillikim taqsimotim bu. Rasululloh ashta bir duo qilgan. Endi mening toqatimdan sirt, mening ilkimda bo'lmagan, mening toqatimdan sirt ishlarda mendan so'rmuslar. Meni kechirsizlar degan bir duosi bor. Ya'ni inson adillikning cheki nada desa, inson qila oladigan doirada, ammo qila olmaydigan, masalan, qalb bayatligimizda inson taqtidan sirt qish, buningda inson har qancha qilsa o'zining qalbini ma bolamga bekroq
Mavlamga mındıraq amraq deb unda oldigan iş yo'q. Tabiiy qalb Allohning ilkidagi bir ish. Mana oqsida agar mabalisqa mındıraq yaxshi ko'p qolsa, mabalisqa sevgisi azroq bo'lib qolsa, bu inson gunoh olmaydi. Faqat gunoh nada bo'ladi yoki insonning talab qilingan odillik nada desa, muomala qilishda. Mani bakroq yaxshi ko'rma, mani bunda qilay. Men yaxshiroq maktabda o'qitay. Mani bolam menga bak yaqin emas buni. Mendroq maktabda o'qisam bo'lar. Mana mal adolatsizlik bo'ladi. Men ini qo'yib ketsin. İnsanlı bolsun, la yukallifullahu nefsen illa vus'aha. İnsan özünün taqatidan sırf qishlağa asla taklif qilinmaydi. Endi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның şu adalet babida bir hadisi var. İntayin ma'nisi zil. Bunu deb qo'yishni to'g'ri topdim. Chunki menda biz diqqat qilmasa qolmaydigan bir nuqta var. Adillik babida ketyapmiz ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam hujrasining ishkining sirtida davolashayotgan ikki odamning ovozini anglab chiqib, bularning da'voni anglagandan keyin nima degan desa, "Va la'alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd, faman qadaytu lahu bi haqqihi." İnsanlar o'zaro gapdan bo'ladi bir-birisidan. Mana gapni o'xshatib qila oladi. Mana sal kam so'z. Davolish qildi Rasulullohning qishqa, ma gapdanroq o'zining gapdonligidan foydalanib, butun o'zini haqliga chiqaradi. Gerçi haksız olsa mı? Kem sözlük tüpeyden haqliq olsa mı? Haksız pasıp burunluğa düşüp kaladı. Resulullah muşa haletini eskertip neydi? Bazılarının gebden buluşanlar mümkün. Gebdallığı tayinip, menin aldığında meseleni başka şekilde ekegen bolsanlar. Yani mesele başka şekilde kürendi Resulullah'ın aldıda. Resulullah kürüngen şu ahvalga qarab turib hüküm kıldı. Hüküm tətir qılındı hesapta. Asli haqsizga haqliq, haqliqqa haqsiz bo'lib qoldi. Rasululloh deydi, men ashta qilib birovning bir narsani deyishga burib bergan bo'lsam, bu o't xolisa ason, xolimasa amosun. Endi bu hadisning bizga bo'lgan aloqasi nima? Bu yerda bizning diqqatimizni tortayotgan narsa nima degan vaqtida? Nima degan vaqtimizda? Ya'ni atrofingdagi odam sana hüküm çıkarıp pırvatkan kişi başka adamını koyup duraylı Resulullah olan takdirdi mi? Ama senin olan Allah'ın alakası ayrı bir alaka. Senin Allah'a olan samimiyetin ayrı bir samimiyet. Sen gebdallık kıp tamam başkalarını koyup duraylı başka etraftaki başka ulema olsun kim olsun. Resulullah mahadisine Resulullah davatıdır. Resulullah'ın aldığı verip haqiqatni o'ng, ta'tir, ostin, ustin qilib gapdonlik bilan masalani boshqa shaklda ko'rsatsang, sening ko'rsatkining bo'yicha Rasululloh hukm chiqarsa, bu hukmni Rasululloh chiqardi deb rahat bo'lma. Hadis davatidir. Chunki Alloh bilan sening aloqangdagi odillik faqat Alloh bilan o'tiradigan bo'ladi. Ichki dunyoying bilan bo'ladi. Gerçi sana bu hükümünü çıkarıp bergeni kim bop kessin? Bu dünyamızda intayin köp uçraydıgan bir mesele. Nurgun kişiler davalışıdı, desturlaşıdı. İnsan üzerine en obdan düşündüğün məqtıqca əsli insaf qılsa, qalbide insaf bolsa, üzünün doğru xatalığını üzü en obdan bölüdü. Bir ehli ulemanın aldığı barıdı, ya ki resmi kurumlarının, resmi organlarının, mesela hallağı verip dava sunudu. Çıkan hüküm ayadaki közetken ispatı, delil, paketiga qarab chiqariladi tabiiy hukmning qoidasi shu. Endi mao haqsiz turib, o'zining qo'lidagi ba'zi yolg'on yoki boshqalarga rost ko'rinadigan bir delil paketlar bilan masalani o'zining foydasiga hukm chiqarib olib, rohatlanadigan insonlar borki, sotdan hukm ashta chiqdi, palani olim ashta hukm qildi deydi. Esingizda bo'lsinki, haqiqiy odillik sen bilan Allohning o'tirdi. Allah'ın bu adaletiga sen sel qarama, sana hüküm çıkarıp bergeni peygamber olan takdirdi mi? Eğer senin alakan samimi olmaya kalsa, Allah herkesinin üstüne düşürdüğün azap ne? Hayır etmeydi. Yani bir Allah'ın adillik var bir yerde. Sana hüküm çıkarıp bergeni kim olsun Allah'ın adilliği sana dövzak ne nasip kılıdı. Şu insanlar bu noktada intayin kana kılış gibi dikkat kılış gerek. Ahırda sohbetimizden ahırda sohbetimizde şunu ona kulastayımız. Adalet bütün işinin asası. Meyli sen bir ailenin ilgisi ol, bir teşkilat, partiyanın ilgisi ol, bir devletinin ilgisi ol.
ishlar o'z joyida yursin, o'z joyiga tushsin, oxirgi natijalik chiqsin desang, adil bo'lishing kerak. Adillik orqali oila ichidagi ayol balavoqlarning atrofiga o'lishini qo'lga keltiralaysa, qo'l ostidagi xizmatchilarning atrofiga to'planishini qo'lga keltiralaysa, fuqarolarning atrofiga to'planishini qo'lga keltiralaysa va qiyomat kunisi yuzing yo'q bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarga adolat, haqiqatparvarlik, samimiyat, rasululloh ato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.